nopus to'g'riliq uchurlarni az bir qism qarindoshlarimiz xabardor bo'ldi. Ko'p qarindoshlarimiz xabar topmagan bo'lish mumkin. Yana men bu so'zimda yana bir qitim shu xalqaro qonun va Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki ehtinamizga qo'shimcha qilib millatimizning nopus haqida yana bu so'zni qaytadan tashlab o'tishni muvaffaq ko'rdim. Bu 1996 yili Tumuz issiq mezgili bizni idoradan 3 kunlik xizmat xulosasi deb Urumchiniki Nansanga sayohatga chiqdi. Ataqli xizmat xulosasi, ammo bir sayohatda u uyga chiqsaq, u butun shu qonun sistemasi ishlaydiganlar yig'ilib ketibdi. Jansayevanning, Fayevanning, Go'anjini odamlari yig'ilib ketibdi. Ajib, uslam chiqibsizlar, deyishib ketdik. Vaqt shuni to'g'ri kelibdi. Shu o'yindik, kuldik, u so'rin kirdik, bu so'rin kirdik. Oxirgi 3-kuni, ya'ni bizning muavin bilim boshlig'imiz men seni bir so'ringa cho'ngroq majan o'ynaydigan bir so'ringa boshlab kiray, yangicha qarab pul savaldingmi degan teshonlar jiq savoldim. Bo'ldi kirayli degan bo'ldim. Shuning bilan biz meni bir so'ringa boshlab kirdi. U so'ringa kirsak, u shu yo'g'im bir jo'zuvoga shundoq katta bezatlangan so'ringa u bu jo'zimda peqiraydigan u jo'zning bu 30-40 tak odam bog'da bu jo'zimda cho'rdab o'ltagan farzimcha. Jo'zning ustiga har xil rangarang sayla, ichimliklar, to'shaq qo'yilibdi. Shuni biz uchoq yosh bo'lg'achqa u jo'zni o'rin tegmaydi-da bizga. Shuning bilan keyinda o'rindiqni tatib u ikkimiz o'ltagan bo'ldik. U mening shu xizmat qatnashib bir 6-7 yil bo'lgan vaqtim bo'lish kerak. Endi u yerda u jo'zning sahibxonlari bizga haraq sundi, bo'l deb ishdik. Shuning bilan ular uning oldida qanday gap so'zlar bo'ldi, uning xabarimiz yo'q. Abdumroyinlik sotning, Xinjiang Uyg'ur Abdumroyinlik sotninki Uyg'ur boshlig'i shu vaqtda bir savol so'radi bir Xitoydan. U odamninki Abdumroyinlik sotning boshlig'i ekanligini, bu so'rni boshqalarni men tonimaydim, faqat ash odamni tonidim, chunki televizorlarda bir qatim ko'rgan ismini qopti ekan. O'yma Abdumroyinlik sotning boshlig'imi o'tirdi-ku. Shundan qaragan bu so'rindikilar bek cho'ng amaldor o'xshaydi deb his qildim ichimda. Yani şu adam bir sualını taşladı. Benim kelinim doktorxon dedi. Sizlerinki ikinci avlat kimlik almashtirish xizmatinglar qayerdan qayga bo'lib ketdi? Shu bejirishningki muhlati to'shib ketdimi yoki uzartinglarmi? Mening kelinim doktorxonadan chiqqanda shuni bejirmoqchi deganda chaqchaq yusunda shu bir gapni o'tirib tashlagan bo'ldi. Shuning bilan u Xitoy hozircha Uyg'ur yezig'i bilan 18 yoshdan oshgan Uyg'ur fuqarolariga tarqatilgan kimlik 19.967.000 odam qitim tarqatilib bo'ldik. Yana buning davomi tugimidi. Mana sizning kelininga o'xshash va yoki xizmatlar sirtqa chiqib ketgan odamlar har xil sabablar bilan to'liq bejirilib bo'lmadi. Yana biz shu munosabat bilan oxirgi muhlatini 45 kun uzartdik. Bu oraliqda akab bejirvasi bo'ladi degan javobni bergan bo'ldi. Shuning bilan shu javobdan keyin belki to'kin tatib o'tgan chiroq o'chib qolgandek shapda so'rin jimjit bo'lib ketdi. Shuni o'lik bizmi o'diqib ketdik. Oy, nim bo'lgan deb. Endi u oxta o'zim o'diqib ketdi deb gapga saqoysir deb vaqlab ketdi. Shuni bilan jim hech qanaqa gap so'z yo'q. Hammamiz bir boshdan taloq qarab mangdi. Endi biz mutaloq qarab mangdiq, chiqib ketdik. Bu ish tamommi shari tugdi. Shuni orada 2 oydak o'tgandan keyin endi mening idoramning birinchi qo'l boshlig'i menga telefon qilibdi, sen nada deb. Shuning bilan men ishxonda
desem sen bir çıkıp ketmey tur, bir tekşürüş gruppasının adamları seningden soraydigan sualı bor ekan dedi. Buldu dep men ishxonamda kutib o'ltirdim. Aralıqda bir 5-10 minut o'tdi o'g'ay. O'tgandan keyin 3 odam kiribdi. Bir odam ishxonamga kirib, lam ashulaqi aparatlarning putlarini bekitib, kameraning yuzini menga qaratib, tayyorlik qildi. Ya'ni ikki odam o'ylab sumkalardan qog'oz qalamlarni elib, unalg'ularni elib, jo'zamning ustiga qo'yib, savol so'rashga boshladi. Shuning bilan men huduqib ketdim, meni bir survesib ketdim, qo'qab ketdim. Men bu sizlar nimada, men bizlar jiddilashib qoldim. Men sizlardan so'rasam bo'lamdi. Sizlar nimada, meningdan sizlar nima savol so'ramoqchi, mendan nima xatolik o'tildi degan savollarni so'ragan bo'ldim. Andın ular endi men xizmatga nishqisini ko'rsatib, biz Jongyangning tekshirish gruppasidan keldik, ya'ni markaziy hukumatning tekshirish gruppasining adimi. Ba'zi so'roqlar bor, sendan so'raydigan degan shuning bilan ondan tüxim qo'qib ketdimdan o'xsam voy jiddilashma, endi so'roq emas, suhbat. Sen mümkün qadar bizga raska qilib hamkorlashib berishingni umid qilamiz dedi. Buludu so'ranglar desam, endi ular so'rni bir-birlab boshladi. Sen qachon qaysi so'ringa kirding? Kimlar bilan kirding? U so'rinda kimlar bor ekan? Kim qandoq savol so'rdi? Kim qandoq javob berdi? Sen bu so'rinda anglagan gap so'zlarni kimlarga deding? Uyanglarga dedingmi? Talatuz kimlarga deding? Sen rost gap qil. Agar rost gap qilmasang, sening yolg'on gap qilganliging isbotlansa, sen cho'ng qonuniy javobgarlik tortilsa, buning mas'uliyati bak og'ir. Shunga sen rost gap qilib bizlar hamkorlash degandek savollarni so'rdi. Bu so'roq 2 kun davomlashdi. 2 kun meni uygim ketkizmadi. Tamoqni sirtdan akirgizdi. Ulam şu ishxonda şu tamoq yedi, birisi chiqib ketib, birisi kirib degandek so'roq qildi. Sizlar mush oramizdan qonun sistemasi ishlab baqqan odamlar bo'lsa, so'roq qilishning taktik usullarini bilishinglar mumkin. Birisini so'roq qilsa, u gapining rost yoki yolg'onligini isbotlash uchun shu birdam osh qo'yib, birdam uyqusiz qo'yib, birdam to'ngiltib, birdam isitib degandek shunday garang holat keltirib qo'yib, shu o'xshash savolni so'raversa, men oldingi savolda nima deb javob bergandiman, tunugi nima degandiman, bugun nima deyman deb odamda bir qaymoqish bo'ldi. Odamning psixologiyasida bir qaymoqish, o'diqish, o'zgarish bo'ldi, jiddiylashish bo'ldi. Shunga meni shu taktik bo'yicha 2 kech kunduz so'roq qilgan bo'ldi. Chunki bunday ishlar bizning beshimizni o'tgan bo'lg'ashqa, biz mushu xizmatni qilayotgan bo'lg'ashqa, bularning usuli men ayon. Shunga men gapimdan ozmay men kirgan so'rnim jeb o kuni nurg'un so'rlarga kirdik, ularni bizdan so'rgan taklif qildik, biz ularning so'riniga kirdik degandek 3 kun jarayonida kirgan so'rimiz bakchiq, hamma so'rni haraq ichildi. Men o kuni g'irqmas, men u so'rlar kulki chaqchaqlar, yumorlar aytildi. Sen qaysi savolni so'rmoqchi, mendan u ism yo'q, kim nim dedi, nim javob berdi, u gap faqat ism yo'q, men g'irqmas debli shu gapimda kech kunduzda muqimlam turdim. Oxirida endi bo'ladi, unda bo'lsa biz yana tekshiraymiz, sening mush so'zingninki yolg'onga qilganliging isbotlansa, seni biz yana qonun javobgarlik tortamiz degan bo'ldi. Bo'ldi deb tamom tugadi u ish. Tugagandan keyin endi ertasi men endi shu so'rinda bor, shu qonunsiz ishlaydigan bizning shu dilo jarayonida o'zaro aloqalashib, yuz ko'rishib qolgan Allohga telefon qilsam, ulam qo'qib ketdi. O'ysini so'roq qildimi dedi. Meni so'roq qilsa, u bizdan so'roq qildi. Sen isingni bordi, elqi sanspirni 19.967.000 Uyg'ur yezib tarqatilgan kimlik degan sanspirlar ismini bor dedi. Ismida bor. Men ishini o'qimayman, g'irqmas deb javob berdim desam, shu odam shu Şinjan Uyghur Abdum rayonluq Cexi Nazaratninki kimlik
ishlarga, kimlik tarqitish ishlarga mas'ul xodimkan. Men burun uqmaydim. Men başqa tanışlarım arqı telefon qilib, "U adam nima adam?" deb surish qilib uqdim dedi. Oştamıkan, men burun ko'rib baqmaptım, men u adamni sinim so'raq qildimi deyishdi, "Qo'y so'raq qildi, qo'qab ketdim, yana keyin so'raymiz" deydi. Bu vaqt biz yosh, endi xizmatga keldik, 6-7 yil bo'lgan vaqtlarimiz deyman. Shundaq bo'ldi. Shuning bilan bu markaziy tekshirish keyin anglsak, bu markaziy tekshirish umgining odamlari shu savolga javob bergan, shu kimlik bejirish ishlariga mas'ul Xitoy amaldornimi Jongyanga tekshirishga ep ketganligini angladik. Endi keyin u odamning qaytib keldimi, kelmadimi, undan xabarimiz yo'q. U vaqt biz yosh bo'lgan ekan, kulki qaqa, o'yin tomosha deb bundaq bir milliy tuyg'u, vatan sevgisi degan o'xshash ideyalarda to'liq yetilmagan chig'i yoshlikdan biz uningga shu vaqtida sal qarab o'yin tomosha o'rinda o'tkazib yutdimiz. Endi men chet elga hijratga chiqqandan keyin mana hozirgi millatninki sonining sipirninki qanchalik muhimligini tunib yetgandikin, uni men hozir shu xalqimizga tashlashga muvaffaq ko'rdim. Shunga buningki foydalanish qimmati bormi, yo'qmi? O'zinglar o'ylash beqishinglarni umid qilaman. Meningki endi farzimni o'tirib qo'yib qo'yay. Bu bir faraz. Shu vaqtning o'zida 19,967,000 degan son, endi 20 million degan gap, az kam 20 million degan gap. Bu 20 millionninki faqat Uyg'urcha yeziq tarqatilgan. Bizningki vatanimiz Sharq Turkistonda 13 millat yashaydi. Uyg'ur, Qozoq, Mo'ng'ul, Tojik, Guchi, Buchi deganlar bo'lib 13 millat yashaydi. Faqatla Uyg'ur til yeziq bilan tarqatilgan kimlik 96-yili 19,967,000 bo'lsa, buni 20 million desak, 10 million 10 million ayol deb faraz qilsaqmi, bular birdan farzandlik ko'rgan taqdirdami, hozir mana 22 yil mobaynida 22 yoshga kirgan Uyg'ur farzandidan, ya'ni 10 million ko'paydi deyish bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, andin boshqa til yeziqda tarqatilgan kimlik ning soni qancha bo'lg'udi? Taxminan 5 million deb turli. Deb eng oz faraz qilgan taqdirdami 35 million hozirgi Uyg'ur millatimizningki, Sharq Turkistonlikninki sonini, Xitoydan boshqa Sharq Turkistonliklarning sonini 35 million deb ilmiy asosda faraz qilsak, muvofiqmikin deb qarayman. Buningki to'g'ri xatoligini hamda ko'pchilik o'z analiz qilib baqsa bo'ladi. Shuning uchun bu ko'z qarashlarimni o'tirib tashladim. Foydalanish qimmati bormi, yo'qmi, o'zinglar bir analiz qilib baqasizlar. Rahmat.